Hurmatli obunachilarim, mana endi do'konlarimiz ko'p. Chisnoy ekayotgan agar ishqibozlar bo'lsa, men o'sha oldingi videomda ham aytgandim. Chisnoyni ichiga qalampir ekib chiqqanman. Qalampir ekib, mana hozir xudo xolasa ko'klatib oldik qalampirni. Mana endi oldik hozir shanalab, endi naychalar mashina qilyapti. Hali shu kuzgarchilikda tuzlamaga chiqadi. Shuning uchun men sizlarga tavsiya qilardim, agar Chisnoyda agar ozroq joyga ekilgan bo'lsalar, ko'proq joyga desa buni qo'l bu qalampirni ekishi qo'l mehnat. O'shaning uchun qiyinroq bo'larmikin. O'shaning uchun men ozroq bir 10 sotik, 20 sotik joylarga ekayotgan Chisnoylar bo'ladigan bo'lsa, bemalol qalampir ekishlaring mumkin, pomidor ekish mumkin ekan, baqlajon, balgar shunaqa ekish mumkin ekan. Ekib bo'lganingizdan keyin Chisnoyni yig'ishtirib olganingizdan keyin shunaqana qalampir yo balgar ekkan narsangiz holatda haligi nima deydi? Daromadni ikkinchi daromadi bo'ladi. Chisnoydan keyingi daromad bo'lib qoladi. Uning ichiga endi ancha-muncha haligi cheres qilib haligi ikkita ariq tashab turib, makdan ekdik. Makkadan. U ham endi xo'jalikka hanna, uni ham ekdik. Endi hali Chisnoydan oldin Chisnoyni ekib olgandagi ichiga sumalag'ini sepdik. Sumalaq sepib foydalandik. U sumalag'ini olib olgandan keyin Chisnoy qoldi, Chisnoydan foydalandik. Undan keyin mana hozir qalampirni ekib chiqdik. Mana qalampir endi xudo xolasa kuzgacha shu ro'zg'oringizga choy-chaqa bo'lib turadi. Shunga agar qiziqqan do'konlarimiz bo'lsa, qiziqqan haligi mana shunaqa Chisnoy ekib yurgan bo'lsa, endi chunki men Chisnoyni nuqul esimni tanibmanki, shu Chisnoy ekaman, Chisnoydan keyin Chisnoyni ichiga ekaman, xullas kalom 3 xil, 2 xil, 3 xil, 4 xil narsa olishga, do'konchilarga harakat qilaman. Shuning uchun boshqalar ham shuni qilsa deb ilinib shu video qilaman. Mana obunachilarim hozir men ko'ringlar, mana shu hozir o'sha Chisnoyni ichiga ekilgan shu. Ekilgan mana ikkita ariq tashab turib, bunda qilib makka ekib qo'ydik, hali 3 donadan. Bu ham endi hanna ro'zg'oringizga hanna. O'sha buni makni qatib qolmas ekan. Qachon bo'lsa bemalol bozorga borsa siz bo'laver ekan. Mana endi nimalarimiz, qalampirlar mana endi hamaylashga tushib, mana o'shaning uchun sizlarga ham tavsiya qilardim. Bemalol Chisnoyni ekkandan keyin qalampir eksa bo'laverar ekan. Mana issiqlik kuchli bo'lganligi uchun quyoshning issig'i ancha-muncha bu qalampirlarni ko'challarni ham do'diratdi. Chunki bo'lmasa shu Chisnoyni ichida bo'lgan. Shuni ham do'diratdi. Hozir endi ancha-muncha gumi qilib sudan sepib yurish mashaqalik qilib o'ynab oldik. Xudo xolasa endi bu ham nasibga yarasha biror oydan keyin xudo xolasa bu ham chiqib qoladi. Qalampirni sotaveramiz. O'shanga endi agar poqolada ekayotgan, Chisnoy ekayotgan do'konlarimiz bo'lsa, agar qiziqqanlar bo'lsa, shu bitta Chisnoyni o'zi bilan qolmasdan shu xolasangiz nima eking? Makka eking ariqning ichiga. Xolasangiz pomidor eking, xolasangiz balgar eking degandek, shu iloji boricha bir yerni bo'sh qo'ymasdan bir 2 xil, 3 xil hosil olsangiz, xo'jaligingizga foyda demoqchiman. Mayli obunachilarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu o'sha Chisnoyni ichidagi ekilgan qalampirlarimiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Mayli obunachilarim, sog' bo'linglar.